Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Bizda faqat santexnika mahsulotlarimiz, uy va qurilishida ishlatiladigan propan ballonlarimiz mavjud. Bularni hozir sizlarga qisqacha obzor qilib o'tib ketaman. Hozir ko'rib turganinglar, bular 50 litrli ballon hisoblanadi. Bunisi O'zbekistonniki, bunisi Belarusyaniki. Sifatida ozgina farqi bo'ladi. Xo'p, buni kraskalarida, keyin ham yodagi choklarida ozgina farq qiladi. Belarusyaning metallida ham farq qiladi. Metali sal qalinroq bo'ladi. Keyin bizda 5 litrlik kichkina ballonlarimiz ham mavjud. Hop, buni o'vlaga, tog'larga chiqqanda ustiga qozon qo'yib, ovqat pishirsanglar bo'ladi bemalol. Bunga 5 litr gaz ketadi. Ancha qulay, mashinalarga ham bemalol sig'ib ketadi. Bizda akalar bularga ishlatiladigan reduktor, shlanka, garelkalari ham bor. Bemalol do'konimizda kelib komplet qilib ketishingiz mumkin. U yoqqa bu yoqqa borib, orov yurmaysizlar, optima donaga chiroyli narxlarda qilib beramiz. Sizlarga ham shunga o'xshash gaz va santexnika mahsulotlari kerak bo'lsa, bemalol G'adamiy do'konimizga kelib xarid qilishingiz mumkin. Yoki 12 ta viloyatga yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Bizning manzil O'rizor, Strogod, 2-blok, 35-do'kon. Ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.